Bugün çislagı vatandaş 2024 yıl 7. ayının 9. günü Seyşembe. Cenazer NATO'nun yığını Washington'da yığını eşili vatıdı vatandaşım. Endilikti sizlerge yetkizan haberimiz mundaq desemiz. Amerika bilim hazinesi, yoki Amerikada bir bilim hazinesi yangi doklad e'lon qilib yo'qomliq virus. Amerikaga 18 trilyon dollar ziyon soldi. Beijingning qonuniy mas'uliyatga javobgar bo'lishini talab qildi. Mavzuli xabar 7. ayning 9. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washingtonda bir bilim hazinesi yangi bir parcha doklad e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Yangi yuqumli virus tarqalib Amerikaga 18 trilyon dollardan ortiq iqtisodiy ziyon soldi deb ko'rsatdi. Dokladda yana Amerika hukumati Beijingning mas'uliyatsizligini va ochiq oshkora bo'lmaganligini so'rashdi qilib, o'xshashla Jungoning qonuniy mas'uliyatini yoki javobgarligini so'rashdi qilish to'g'risida taklif berdi. Beijingning beshig'i kun tushdi. Endi yana bir ikkinchi xabari. Beijingning beshig'i kun tushdi. Xi Jinping Kimning cho'kib ketadiganligini iqror qildi. Bu so'zning ma'nosi Kompartiya. Mutlaq hokimiyati gumron bo'ladi. Buni Xi Jinping kime deb tasvirlaganda shu Kimning cho'kib ketadiganligini Reis Xi Jinping iqror qildi dedi. Rossiya Jungo Kompartiyasining kaynidan qo'l soldi. Xi Jinping eng yomon oqibatga tayyorlik qilyapti. Jumla ig'ir jumla vatandosh diqqat bu jumlaga. Oldimizda Allah xolisi oldimizda Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden hukumatining siyosati shunday taraqqiy qildigan bo'lsa, mush gaplarni oldimizda ko'ramiz. Rossiya Jungoning kaynidan qo'l soldi. Xi Jinping eng yomon oqibatga tayyorlik qilyapti. Bu da Xi Jinpingning O'rta Osiyoga chiqib, Iroq, Kavkazdagi Ozarbayjon, Aliyevlar bilan ko'rishib, keyin har bir davlat boshliqlari ayrim ko'rishib, keng miqyosda Uyg'urga qarshi, Uyg'uristonga qarshi bir O'rta Osiyochi shamol paydo qilib, yoki ittifoqlik ko'zorini paydo qilib, Uyg'ur millatchilari va Uyg'urlarga qarshi turishning o'lgisini yaratmoqchi bo'ldi Reis Xi Jinping. Buning sababi nima? Buning keyindagi vaziyat zodi nima? Yetib keladigan vaziyat nima? Hozirgi reallik ichidagi vaziyat nima? Uyg'uristonga munosabatlik bu ish siz biz diqqat qiladigan muhim nuqta vatandosh. Nimaga so'raydi vatandosh? Afg'onistonda urush bo'ldi. Afg'onistonning mujohidlari dastlab o'tirg'i chiqqanda Amerika Qo'shma Shtatlari qo'lladi. Afg'onistonning mujohidlari g'alaba qilib Afg'oniston bir davlat bo'lib yashamoqchi bo'lganda terrorist Osama bin Laden Afg'onistonga kirib oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari zarba berdi, yo'qotdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda ikki xil shaklda ikki qatim paydo bo'ldi. Axir bugungi Afg'oniston o'tirib chiqdi. Shu vaqtida Afg'oniston O'rta Osiyoga mundaq ta'sir ko'rsatdi. Afg'oniston O'rta Osiyoga mundaq tahdid soladi. Afg'oniston O'rta Osiyoga mundaq kelishmaslikni yoki kelgusida shundoq kelishmaslikni paydo qiladi deb ansirgan bir odam yo'q. Shu vaqtda ansirgan bir odam yo'q. Bu ansirashni bilgan Amerika Qo'shma Shtatlari ikki qatim Afg'onistonga ikki xil shaklda muomala qildi. Uningdan boshqa ansirgan hech kim yo'q. Bugun nima bo'ldi? Butun O'rta Osiyo qo'zg'alib, Shanxay hamkorlik tashkiloti qo'zg'alib va bir bayroq ostiga kirib, faqat Uyg'urga qarshi turish, Uyg'uristonga qarshi turishdan iborat harakatni boshladi ya Reis Xi Jinping. Endi mayadi biz jumlaga yig'in chaqlayli. Mushu qatim O'rta Osiyoda Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping
qandaqdır bir sebepler ve bir yetib keldigan vaziyatlar tufayli O'rta Osiyoni kontrol qilib, O'rta Osiyoni besib turib, şu vaziyetni aman esen ötküzüp eliş vaziyet peytini şunu oylagan bolsa onu biz aldığımızda görürüz. Bu şu gepke dikkat qilib Rossiya Jungo Kompartiyasının kaynidan qol saldı. Xi Jinping eng yaman oqibatga tayyorlik qilyapti. Beijing garnizon alohzada bo'lib ketdi. Mushu cümleni tushunmadim. Beijing garnizon harbiy garnizon yani shaharni Cumhuriyet hayına qoğdaydigan garnizon nima uchun alohzada bo'lib ketdi? Buni tushunmadim. Buni xabar qilgan blog, ya'ni buni xabar qilgan torbiti Umid Sadasi TV 1 soat ilgari 7-ayning 9-kuni yetdi. Bir ketdimi? Endi yana bir xabar. Rossiya harbiy taraf boshda aytdi-ku, zo'r ko'lamda raketa hujumi qo'zg'ab Kiev şehri balalar doktorxonasini nishonga oldi. Prezident Joe Biden bayonot e'lon qilib, Rossiyaning yovuzligini aybladi. Mavzuli xabar 7-ayning 9-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Ukraina poytaxti Kiev shahrida bir balalar doktorxonasi 7-ayning 8-kuni Rossiyaning raketa hujumiga uchirdi. Hücumның bir kısmı bu hücum. Bu hücum Rusya hücumunun Ukrayna qiratgan hücumunun bir kısmıydı. 31 nefer kişi qazo qildi, 154 nefer kişi yaralandı vatandaş. Ukrayna prezidenti Zelenskiy mundaq ko'rsatdi. Rossiya terroristleri Ukrayna'nın shaharlari Kiev, Denilov, Kirevolog, Slavyanskiy, Kramatorskiy qatorli shaharlarga zo'r ko'lamli raketa hujumi qo'zg'adi. Zelenskiy prezident yana mundaq ko'rsatdi. Rossiya kepi kunduzda 5 shaharga 40 dona raketa bilan hujum qildi. Aholilar va bolalar doktorxonasi nishon qilindi. Ukraina armiyasi buning ichida Rossiyaning 30 dona raketasini urib tushirdi. To'sib oldi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden haftaning 1-kuni dushanba bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Bugun Rossiya raketa bilan hujum qilib, o'zaro bir necha 10 nafar o'zaro emas, kechiring, raketa bilan hujum qilib, Ukrainada bir necha 10 nafar o'lim yetim paydo qildi. Kiev shahrida bolalar doktorxonasi hujum qildi. Kishilarni cho'chitdi va kishilarni sagaklashtirdi. Rossiyaning vahshiyligidan kishilarni sagaklashtirdi deb ko'rsatdi prezident Joe Biden bayonotida. Prezident Joe Biden bayonotida yana mundaq ko'rsatdi. Bu muhim daqiqalarda. Yoki bu muhim, ama bu eg'ir daqiqalarda Ukraina uchun aytganda bu eg'ir daqiqalarda dunyo davomli Ukraina bilan bir safda turdi. Biz Rossiyaning tajovuzga sal qarab turolmaymiz. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Biz bu hafta Washingtonda o'tkaziladigan NATO'ning yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida Prezident Zelenskiy bilan ko'rishiman. Ve ochiq qilib bizning Ukrainani qo'llash maydonimizdan hargiz o'zgarmaydiganligini uningga aytaman deb ko'rsatdi bayonotida Prezident Joe Biden. Biz tunigan Viktor Orban, Vengriya davlat bosh vazirining avval Zelenskiy Ukrainani, keyin Rossiya Kremlni, Vladimir Putinni ziyorat qilib, Beijingga kelganligini so'zlab sizlarga to'xtab, sababi nima dedi? Bani ko'ring. Masalan, Orban Vladimir Putinning do'sti, prezident Vladimir Putinning do'sti. Shundaqla Jungoni himoya qilgan, Jungoni qo'llaydigan bir vengriyalik davlat boshlig'i deyli. Sen şu orada Ukraina, Moskva, Beijingni ziyorat qilib, nima ish qilmoqchi, yarashtirmoqchimi Rossiya bilan Ukrainani? Tinchlikqa bir shartnoma o'tirib qo'ymoqchimi? Zodi nima? Hech nimaga adol kelmadi. Bugun Prezident Zelenskiy dediki, Orban efendi sening bizni yarashtirib qo'ydigan
salayetın yoktur. Çünkü Ukrayna ile Rusya o'ttirasida yarışadigan hech qanday ish yo'q. Demek işkimiz düşmanlaşım muşalı keldik. Biz onunla yarışadigan hech qanday işimiz yok. Senin salayetin yok dedi Zelenskiy. Tak tünügün körüşken Orban şundak dedi. Onun deyin bu kişinin Moskova'nı, Beijing'i ziyaret kılıştın. Tünügün sal koy. Nime ahmiyeti var? Nime? Mesela sen bunun da salayetini teyyarlıgan mı degen sualını mı koyduk? Bugün Zelenskiy salayetin yok. Yani bugünkü delil ve paketi babıslarını Orban Beijing'e düşken 8. günü Vengriyalik Orban del şu günde Rusya Ukrayna'ga yukarıda eğitilganda 40 tane raket avla hücum kıldı. Ahmet yok hareketke aylandı Orban'dan hareket vatandaş. Tuyuksuz Beijing'de peyda bulup kaldı. Gep nime desiniz? O iki devlet Ukrayna Rusya'nı ziyaret kıldı o. Önde Cumhur yüzünü halkarada körüstüp koyuş. Yüzünün obrazını halkaraga elip çıkış. Dünyavi çoğun işlem mensiz hal bolmaydı. Deydiğen bu şundak bir fikrini ispatlaşın. Vengriyalik dostu Orban'ı Beijing'e elip gelgen. Bugün şu Rusya Ukrayna'ga raketa attı, soğuçulaştı. Bugün şu Washington'da eçiladigan NATO'nun birinci timisi, Cumhur'un Rusya'ya yardım berişi ve Rusya'nın urushdan davamlaştırışı, Ukrayna ve Rusya urush meselesi NATO'nun muhakemede birinci timisi aylandı vatandaş. Birinci mavzu aylandı vatandaş. Hani Prezident Joe Biden bayanatı ne mi dedi? Adakça. Biz Ukrayna ile bir sep tuturumuz. Ukrayna'nı devamlı kollayımız. Bu meydanımız herkes özgenmeyi. Oldu mu? Bana şu. Orban Efendi hıcıl bulamsız ya kandak. Beijing'lik Cumhurbaşkanı siz mi hıcıl bulamsız ya kandak. Artıkça urmuş. Fırsat parası. Fırsatın payını baş götürmen deyişten üzü. Bu akmaydı evvel fırsatın nemekkeligini közütüş gerek. Fırsatın hak ve nahak tarafı buludu. Eğer sen onun nahak tarafı tırıvaldığın olsan o fırsat sana verilgen fırsat hesaplanmaydı. Belki bu fırsat içinde serbe uçuraysa bir tane. Bugünkü vaziyetimiz bu şu ende. Bugün de hazır keçten başlap NATO'da ne mi değildi? Erteki içkili de bu haberle Allah kalırsa silah ile körüşemez vatandaşlar.